Bu videoda oxirigacha ko'rgan insonni Allohim gunohlarini oxirigacha kechirib yuborsin. Do'stim, niyat qilaman, amin deb qo'lingizni duoga oching. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin. Qo'lingizni duoga oching, amin deng do'stim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qo'shni bo'ling. Amin deng do'stim, amin deganingiz singari 10 yelkangizdagi farishtalaringiz savob daftarlaringizni to'ldirib tashlasin. Qarang do'stim, siz qalbingiz ila Qur'on o'qishni xohlaysiz, lekin arab alifbosini bilmaysizmi? Keling do'stim, sizlarga ko'rsataman. Ajoyib kitobimiz bor. Ya'ni kim 30 ga 2 deb nomlangan kitobimiz, 30 porali Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani bo'lib, ikkita tomdan iborat. Bu ikkinchi tomi, bu yerda birinchi tomi ham bor. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda birinchi tomi bo'ladi. Ikkita kitobimiz Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul bo'lib, qaranglar, varaqlari ham nihoyatda Madina Qur'onga ishlatadigan varaqlarda ishlatilgan. Qolaversa, harflari katta holatda, tiniq holatda, alohida ajratilgan holatda yozilgan hisobiga mutolaa qiluvchilar uchun ancha udobniy bo'lib qolaversa, tajvidlari ham nihoyatda tiniq holatda ko'rsatilgan. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Nima ham do'st deylik do'stlar, ahlan va sahlan.